Masjidga qo'shni bo'laman deganlarga ideal taklif bo'lyapti. Yangi novostroyka mana shu domimizda Hazrati Abbos masjidi ro'parasida joylashgan, ko'ryapsiz, yonida masjid. Hamma tomonlama qulay joy. Bu yerdan ikkita yonma-yon kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Siz ko'rgan ushbu xonadonimiz 7-etajda joylashgan. Xona qilingan, yangi ta'mirdan chiqqan, hali hech kim kirib yashamagan. Isitish tizimidan ham muammosi yo'q. Hamma uylarga отоплениyalar qo'yilgan. 24/7 liftlarigacha ishlaydi. Bu uyimizning narxini 38,5 ming, ozgina kam bor deb so'rashyapti. Ikkinchisi bo'lsa, uni yonidagi ikkinchi podyezdda joylashgan 8-etajda. Bu ikkinchi xonadonimiz, bu yerda svet o'chib qolibdi. Xaridor kelgunigacha yoqib chiroyli qilib qo'yamiz deyishdi. Xonadonimizga kirish asosiy eshigi bo'ladi. Kirib kelganimizda chap qo'limizda kladovka joylashgan, ro'parada bo'lsa zal. Chiroyli qilib zal qilib qo'yishgan. Aytdan chiqib kelganimizdan keyin koridor bo'ladi. Chiroyli mana отоплениyalargacha qo'yib qo'yilgan. Chap qo'limizda bo'lsa oshxona joylashgan. Kuxonniy mebellar, gaz plita, vechka hamma yog'i bilan birgalikda. Oldida bo'lsa o'zini balkoni bor. Bu yerdan chiqib kelganimizdan keyin chap qo'limizda kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham juda chiroyli holatda remontini qilib qo'yishgan. Parda, divan, shkaf hamma yog'i bilan birgalikda sotilyapti. Chiqqanimizda ro'parada bo'lsa umumiy sanuzelli joylashgan. Bunisini bo'lsa 39,5 ming, ozgina kam bor deb so'rashyapti. Buni ham egalar nomerlarini qoldiramiz, o'zlariga aloqaga chiqarasizlar.